Assalomu alaykum. O'tib borayotgan haftaning muhim voqea hodisalar sharhi bilan haftalik dayjest ko'rsatuvi yana efirda. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. İslamofobiya holatlariga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi deb hisoblayman. Many of them killed. Don't. G'azoda bosqinchi Isroil qirg'ini davom etmoqda. Isroilning 2023-yil 7-oktyabrdan beri G'azo sektoriga uyushtirgan hujumlarida halok bo'lganlar soni 50.886 nafarga, yaradorlar soni esa 115.875 nafarga ko'tarilgani qayd etildi. Isroil armiyasining tinchlik sulhini buzgan 18-martdan beri uyushtirgan hujumlarida halok bo'lganlar soni esa 1522 nafarga, yaradorlar soni esa 3834 nafarga yetdi. Ko'rib turganingizdek, Isroil tinchlik kelishuvini buzib G'azoga qarshi hujumlarni avvalgilaridan ko'ra yanada shiddatli va tajovuzkor tarzda davom ettirmoqda. G'azodagi tinch aholi har tomonlama sionist terrorining iskanjasida qolib ketar ekan, musulmonlarga nisbatan zulmlar allaqachon toqat qilib bo'lmas darajaga yetib keldi. Shu bois Jahon musulmon ulamolari ittifoqi fatvo komissiyasi butun islom ummatini Isroilga qarshi jihodga chorlovchi G'azo fatvosini e'lon qildilar. Ushbu fatvoda jumladan quyidagilar tilga olingan: Falastin yerlarini sionistlar tomonidan bosib olinishiga qarshi qurolli jihod qilish har bir qodir musulmon uchun farzdir. Islom davlatlarining ishg'olga qarshi zudlik bilan harbiy aralashuvi diniy farzdir. Sionist bosqinchi rejim u barcha yo'nalishlardan, jumladan quruqlik, dengiz, havo, suv yo'llari, bo'g'ozlar va islom davlatlariga tegishli havo hududlaridan to'sib qo'yilishi kerak. Falastin qarshiligi harbiy, moliyaviy, siyosiy va huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlanishi kerak. Bu diniy farzdir. Ummatni himoya qilish va hujumlarni to'xtatish uchun islom davlatlari o'rtasida harbiy ittifoq tuzish shoshilinch diniy farz hisoblanadi. Sionistik rejim bilan har qanday munosabatlarni normallashtirish taqiqlanadi. Bosqinchi rejimga neft, gaz va shu kabi energiya resurslarini berish taqiqlanadi. Ayrim arab davlatlari tomonidan bosqinchi rejim bilan imzolangan tinchlik bitimlari qayta ko'rib chiqilishi kerak. G'azo ahlini qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy jihod farzdir. Chegara darvozalari zudlik bilan ochilishi kerak. Qo'shma Shtatlarda yashovchi musulmon jamoalar Tramp va uning hukumatiga hujumlarni to'xtatish va tinchlik o'rnatish bo'yicha saylovoldi va'dalarini bajarishlari uchun bosim o'tkazishlari kerak. Ushbu fatvoni birinchilardan bo'lib Indoneziya hamda Pokiston ulamolari qo'llab-quvvatladilar. Jumladan pokistonlik mashhur allomalardan biri Muhammad Taqiy Usmoniy biz bu yerda emas, bugun G'azoda yig'ilishimiz kerak edi. Ummat islomning birinchi qiblasini qo'riqlagan mujohidlar uchun amalda hech narsa qilmadi. Musulmon davlatlarining qo'shinlari va qurollari nima uchun kerak? Jihod barcha musulmon hukumatlari uchun farzdir deya fikr bildirdi. Biroq ushbu fatvoga harbiy va moliyaviy jihatdan nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyoda ta'sir o'tkazish kuchiga ega bo'lgan arab va boshqa musulmon davlatlari befarq qolmoqdalar. Va aksincha unga qarshi chiqqanlar ham tabiiyki birin-ketin katta sahnaga chiqa boshladilar. Jumladan Misr bosh muftiysi musulmon ulamolar ittifoqining G'azo haqida chiqargan jihod fatvosiga qarshi chiqdi. Hech bir tuzilma yoki guruh jihodga fatvo berish vakolatiga ega emas. Bu masalada juda nozik va e'tibor talab qilinadi. Jihod haqidagi fatvo faqat qonuniy hokimiyat tomonidan qabul qilinishi mumkin. Siyosiy, harbiy va iqtisodiy voqelikni hisobga olmasdan turib, jihodga chaqirish islom tamoyillariga zid, deya befarq rahbarlarning yonini olayotgan bu kabi qo'shtirnoq ichidagi din vakillarining qarshi chiqishlari albatta kutilgan holat edi. G'azoda musulmon birodarlarimiz shafqatsizlarcha qatl etilar ekan, diqqatingizni quyidagi raqamlarga qaratmoqchimiz. Hozirda dunyo bo'yicha 57 ta islom davlatlarining faol askarlarining umumiy soni 17 millionni tashkil qiladi. Dunyo iqtisodiyotini ko'tarib turadigan neft va gaz kabi tabiiy boyliklarning aksar qismi ham aynan musulmonlar yashaydigan davlatlardan chiqadi. Ya'ni bizda hamma narsa bor: iqtisod, askarlar, qurollar va 2 milliard musulmonlar. Bizga hech bo'lmaganda Yevropa ko'chalarida o'zlari musulmon bo'lmasalarda Falastin xalqi uchun sovuqda namoyishga chiqayotgan g'ayridin ayollarning shijoati kerak. Dinini bir chaqaga sotib yuborgan din peshvolari emas, balki qalbida sahobalarning jasorati bo'lgan haqiqiy ulamolar kerak.
Sionist bosqinchilarga qarshi bosh ko'tara olmagani yetmagandek, ularga qulluq qilib, iqtisodiy manfaatlarni har narsadan ustun qo'yuvchi va kerak bo'lsa, terrorchi yahudiylardan yordam so'rashga or qilmaydigan, aholisining asosiy qismi musulmonlardan iborat davlatlarning xatti-harakatlari albatta achinarli holdir. Birlashgan Arab Amirligi tomonidan qo'llab-quvvatlangan tezkor qarshilik kuchlarining mamlakat bo'ylab hukmronligini endigina sindirishni boshlagan Sudan davlat armiyasi yordam so'rash uchun sionistlarga elchi yubordi. Sudan harbiy rahbari Abdul Fattoh al-Burxonning vakili Al-Sodiq Ismoil Isroil ishg'olini qo'llab-quvvatlash va Ibrohim kelishuvlarini imzolashni tezlashtirish uchun yashirin ravishda Isroilga yetib bordi. Buning evaziga Al-Burxon Tel Aviv tomonidan ilgari surilgan har qanday shartni bajarishga va'da berdi va bundan keyin ham o'zaro munosabatlarni normallashtirishga tayyorligini bildirdi. Sudan tomoni Eron bilan yaqinlashganini xalqaro izolyatsiya va qo'llab-quvvatlamaslik fonida majburiy chora sifatida izohladi. Ismoilning so'zlariga ko'ra, mamlakat tezkor qo'llab-quvvatlovchi kuchlarni mag'lub etish uchun harbiy yordamga muhtoj va mavjud bo'lgan har qanday hamkor bilan hamkorlik qilishga tayyor. Al-Burxon elchisi orqali 2 yillik to'qnashuvdan so'ng hamon kutilgan qurol-yarog'ni taqdim etmagan Isroil ishg'olining passivligidan noroziligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, Eron bilan yaqinlashish Tel Aviv harakatsizligining bevosita natijasi bo'lgan. Sudan harbiy hukumatı mamlakatni to'liq nazoratga olish uchun har qanday hamkorga ehtiyoji borligini bahona qilib, Isroildan yordam so'rar ekan, bosqinchi sionistlarning G'azoda boshlagan qirg'inlariga qarshilik qilish o'rniga u yerdagi musulmonlar qatlomidan iqtisodiy manfaatlari yo'lida foydalanib kelayotgan Qozog'iston va ayniqsa Ozarbayjon haqida alohida to'xtalib o'tish joiz. Har ikki davlat G'azoda genotsid boshlanganidan buyon Isroilga neft eksportini yanada oshirgan holda milliardlab dollar foyda ko'rib kelmoqdalar. Jumladan Isroilning Globus iqtisodiy gazetasi ma'lumotlariga ko'ra, Ozarbayjonning 2024-yilda Isroilga neft eksporti Boku hukumatiga jami 14,4 milliard dollar daromad keltirdi. Mamlakat byudjetini musulmonlar qoni evaziga boyitib kelayotgan bu davlatning G'azo genotsididagi o'rni Isroil hamda AQShdan aslo kam emas. Isroil bilan hamkorlikda mo'may daromad olayotgan Ozarbayjon yana bir strategik hamkori qardosh Turkiya bilan Isroil o'rtasida G'azo hamda Suriya masalasida yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni hal etish uchun o'rtakash davlat sifatida pitirchilab qolganiga guvoh bo'lyapmiz. Zero Isroildan yaxshi pul kelib turibdi. Boshqa tomondan esa Tog'li Qorabog'ni qaytarib olishda harbiy ko'mak ko'rsatgan hamda mintaqadagi Ozarbayjon mavqeini ushlab turishda doim qo'llab-quvvatlab kelgan qardosh Turkiyani ham xafa qilishni istamagan Ilhom Aliyev Bokuda Isroil hamda Turkiya diplomatlari o'rtasida muzokaralar olib borish uchun tashkilotchilik qilishga qaror qildi. Biroq Aliyev yelib yugurishi hozircha samara bermadi. Turkiya va Isroilni yarashtirishga qaratilgan dastlabki urinish muvaffaqiyatsiz tugadi. Turkiya Tel Aviv vakillarini Ozarbayjonga olib borish uchun Turkiya havo hududidan foydalanishni taqiqlab, sionistlar delegatsiyasiga nisbatan hurmatsizlikni namoyish etdi. Bu ishora Turkiyaning mafkuraviy raqibi bilan murosa qilish niyatida emasligini yaqqol ko'rsatdi. Bokuning barcha sa'y-harakatlari va Netanyahu idorasining tashkilotchilik uchun minnatdorchiligiga qaramay, Ozarbayjon diplomatiyasi Turkiyaning prinsipial pozitsiyasini yumshata olmadi. Muzokaralarning navbatdagi raundi yahudiylarning Pesach bayramidan keyin bo'lib o'tishi kutilmoqda, ammo muvaffaqiyatga erishish istiqbollari hali ham zaifligicha qolmoqda. Shubhasiz o'tgan haftalarda dunyo iqtisodiyoti muvozanatini buzib yuborgan qaror Trampning boj tariflari bilan bog'liq bo'ldi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Tariflar haqidagi qaror kuchga kirishi lozim bo'lgan pallada kutilmaganda Tramp barcha davlatlarga biroz muhlat bergan bo'lib, 90 kunlik tanaffusni e'lon qildi. Ammo faqatgina Xitoy bu imtiyozdan chetda qoldi. Nafaqat chetda qoldi, balki dastlab 20% dan boshlangan boj tariflari endilikda Xitoy uchun 125% ga ko'tarildi. Aprelda AQShning o'zaro tariflari kuchga kirgan kuni AQSh prezidenti Donald Tramp ularning aksariyati 90 kunga to'xtatilishini e'lon qildi. U o'z qarorini 75 dan ortiq davlatning savdo murosasi bo'yicha muzokaralarga tayyorligi bilan izohladi. Bu davlatlar Trampning kuchli maslahatiga ko'ra javob choralaridan o'zini tiydi. Shuning uchun 50%
4% ga yetgan yuqori tariflar o'rniga ularning mahsulotlariga 10% stavka qo'yiladigan bo'ldi. Bunday voqealar rivojini kuzatar ekanmiz, butun dunyo bilan global savdo urushi olib borish o'rniga Tramp Xitoy misolidagi yagona dushmanga qarshi kurashishga bor e'tiborini qaratayotganini ko'rishimiz mumkin. AQSh prezidenti dastlab amaldagi 20% bojlardan tashqari aprel oyidan boshlab Xitoy tovarlariga bojni 34% ga oshirishni rejalashtirgan edi. Pekin javob choralarini e'lon qilganida Tramp tariflarni yana 50% ga oshirib, umumiy stavkalarni 104% ga ko'tardi. Xitoy ham o'z fikridan qaytmadi va tariflarni 84% ga oshirdi. Tramp bu harakatlarni hurmatsizlik deb hisobladi va 9-aprel kuni navbatdagi o'sishni e'lon qildi. Bu safar misli ko'rilmagan 125%. Trampning Xitoy mahsulotlariga bojlarni 125% ga oshirish haqidagi qarorini izohlar ekan, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi AQSh bilan savdo urushini davom ettirishga intilmasligini, ammo Amerika bosimi ostida xijolat tortmasligini aytib o'tdi. Qo'shma Shtatlarning harakatlari xalq tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi va muvaffaqiyatsiz yakunlanadi, deb ta'kidladi Xitoy Tashqi ishlar vaziri. Xitoy savdo vazirligi ham oxirigacha kurashishga tayyorligini bildirdi, biroq AQShni har ikki tomonga mos keladigan murosali yechim topishga chaqirdi. Xitoy yiliga 160 milliard dollarlik Amerika tovarlarini import qiladi. AQShga eksporti esa 400 milliard dollardan oshadi. Jahon savdo tashkiloti bosh direktori Ngozi Okonjo-Iwealaning prognozlariga ko'ra, Tramp joriy etgan bojlar tufayli ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 80% ga qisqarishi mumkin. Mutaxassisning fikriga ko'ra, AQSh va Xitoy o'rtasidagi bojlar boshqa davlatlar iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sir qiladi. Dunyo iqtisodiyoti ikkiga bo'linib ketsa, umumiy iqtisodiy o'sish deyarli 7% gacha pasayishi mumkin. Bir qator Yevropa davlatlarida AQSh tariflariga qarshi turish uchun allaqachon Xitoy bilan savdo hajmini oshirishga chaqiriqlar yangray boshladi. Amerika tariflari tufayli Xitoy Rossiya va G'arbiy Yevropa davlatlariga tovarlar yetkazib berish hajmini oshirishi mumkin. Ba'zi ekspertlar esa bu holatda ayrim sanoat tarmoqlari uchun himoya choralari zarur bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Ammo boj tariflari bilan cheklanishni istamayotgan AQSh Panama kanalini qaytarib olishni hamda u yerdan Xitoyni siqib chiqarish borasidagi harakatlarni boshlab yubordi. Ikki davlat o'rtasidagi savdo urushi kino sanoatiga ham yetib bordi. Xitoy Milliy kino boshqarmasi Gollivud filmlari eksportini qisqartirish rejasini e'lon qildi. Reuters agentligining qayd etishicha, Gollivud filmlari Xitoyda kassa daromadining atiga 5% ni tashkil qiladi. Shu bilan birga AQSh sudyalarining o'zlari Xitoy kino bozoridan faqat 25% foyda oladi. Xitoyda so'nggi yillarda g'arb kinosiga qiziqish pasayib borayotgani qayd etilgan. 2020-yildan beri Xitoyda kassa daromadining qariyb 80% mahalliy filmlardan tushgan. Ilgari bu ko'rsatkich 60% ni tashkil etgan edi. Ko'plab musulmonlarning noroziliklari hamda Turkiyaning diplomatik aralashuvlaridan so'ng Shimoliy Kipr yana maktablarda hijobga ruxsat berdi. 2025-yil 18-martda kuchga kirgan yangi nizomga ko'ra, endilikda umumta'lim maktablari ma'muriyati hijob o'rashga ruxsat berish yoki bermaslikni o'zlari hal qiladi. Litseylarda esa hijob o'rashga rasman ruxsat berildi. Ta'lim vazirligi maktab formasiga mos kelishini ta'minlash uchun hijobning maqbul ranglari, shakllari va o'lchamlarini belgilaydi. Bu qaror Levkoshe shahridagi Ersen Kuchuk o'rta maktabida hijobda darslarga kirishi taqiqlangan o'quvchi qiz bilan bog'liq hodisa tufayli yuzaga kelgan noroziliklarga javoban qabul qilindi. Albatta bu qaror ba'zi islomofob rahbarlarga xush kelmagani aniq. Jumladan o'qituvchilar kasaba uyushmasi rahbari Selma Eylem Turkiya elchixonasi bu qarorga ta'sir qilgan deb hisoblaydi va o'z so'zini o'tkaza olmagan hukumatni iste'foga chiqarishga chaqirmoqda. Ammo maktablardagi hijob taqiqi Kipr turklari, ayniqsa ayollar orasida kuchli norozilikka sabab bo'ldi. 13 mingga yaqin odam norozilik uchun ko'chalarga chiqdi. Natijada rasmiylar o'z qarorini qayta ko'rib chiqishga va murosa topishga majbur bo'ldilar. Dog'istonning tarixiy Derbent shahrida o'z ichida masjid, cherkov hamda sinagogni birlashtiruvchi Kavkaz Quddus bog'ining qurilish ishlari boshlandi.
Majmuaning umumiy maydoni 35 gektarga yaqin bo'lib, unda quriladigan masjid hududi 2,7 gektar yerni egallaydi. Masjidda diametri 6 metrdan 22 metrgacha bo'lgan 88 ta gumbaz qad rostlaydi. Ma'naviyat markazining minoralari 88 metrga yetadi. Bu bino Dog'istondagi eng baland binoga aylanadi. Kompleks tarkibiga bir necha muzeylar, kutubxonalar va konferensiya zallari ham kiradi. Ushbu loyiha qurilishiga Dog'istonlik milliarder Sulaymon Kerimov homiylik qilmoqda. Kavkaz Quddus majmuasi qurilishining boshlanishiga bag'ishlangan tadbirda turli dinlarning peshvolari ishtirok etdilar. Jumladan sionist ravin Beril Lazar ham Kavkaz Quddus bog'i hududini ko'zdan kechirdi. Ravin bu yerda yahudiylar uchun sinagoga ham qurilayotganidan behad xursand ekanligini izhor qildi. Endi esa bevosita Rossiya Yahudiy jamoalari federatsiyasining bosh ravini Beril Lazar haqida to'xtalib o'tsak, Falastinda musulmonlar qonini nohaq to'kayotgan sionist askarlarini duo qilish uchun G'azoga shaxsan o'zi tashrif buyurgan Lazar sionist mafkurasining ashaddiy targ'ibotchilaridan biri hisoblanadi. Dog'istondagi tadbirni tugatar ekan, sionist ravin Moskva Yahudiy jamiyati direktori Weisberg hamkorligida 2 kunlik tashrif bilan Toshkentda ham bo'lishga ulgurdi. Minglab tinch aholi, ayniqsa ayollar va bolalar halok bo'lgan G'azodagi genotsidni omma oldida qo'llab-quvvatlagan Lazar Toshkentdagi Yahudiy qabristoni va sinagoglarni ziyorat qildi hamda Yahudiylar qabristonini rekonstruksiya qilish loyihasi bilan ham tanishib chiqdi. Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Sodiq Toshboyev bosh ravin bilan uchrashuv chog'ida uni yaqinlashib kelayotgan Pesach bayrami bilan tabriklab, har yili bayram munosabati bilan O'zbekistonga katta miqdorda matsa olib kelinishini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, bu yil ham ushbu yordam insonparvarlik asosida bepul ravishda amalga oshiriladi. Matsa nima desangiz, bu yahudiylarning Pesach bayramida iste'mol qilish uchun ruxsat berilgan xamir turishsiz xamirdan tayyorlangan yassi nonlardir. Omma orasida ushbu nonlarga musulmon bolalarning qoni ham qo'shiladi degan gap so'zlar ham keng tarqalgan. Ammo bu gap qanchalar haqiqatga yaqin, bu boshqa masala. Biz esa hozir sionist ravinning Toshkentga qilgan tashrifiga qaytamiz. Beril Lazar uchrashuvlar davomida O'zbekistonda Yahudiy xalqi tarixi aks ettiriladigan muzey barpo etish hamda ibodat marosimlari uchun alohida ibodatxona qurish g'oyasi mavjudligini ma'lum qildi. Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqov esa mazkur tashabbusni qo'llab-quvvatlab, loyihaga amaliy yordam berishga tayyorligini bildirdi. G'azoda bosqinchi yahudiylar tinch aholi, jumladan begunoh bolalarni qirib tashlayotgan bir vaqtda bizning mutasaddilar yahudiylar tarixini aks ettiruvchi muzey qurilishiga yordam berishmoqchi. Or-nomus masalasini bir chetga surib qo'yadigan rahbarlarimizning bunday ish tutishlariga ajablanmasak ham bo'ladi. Bundan avval shaxsan Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan yaqin o'tmishda yurtimizga bostirib kirib, ajdodlarimiz qonini shafqatsizlarcha to'kkan Rus imperiyasi askarlari xotirasi uchun qurilgan G'olib Georgiy ibodatxonasini qayta rekonstruksiya qilish uchun davlat hisobidan millionlab pul sarflanganidan keyin yahudiylar uchun muzey qurish nima degan gap bo'pti. Yashasak bundan-da battarlarini ham ko'raveradiganiga o'xshaymiz. Mo'jizalarga ishonasanmi desa, ha derdim. Mana chunki men bolam qaranglar. Qara, tekshiribdi-yu, hozir qara, tekshiribdi. Endi qara, hozir mo'jiza bor. Mo'jiza bor. Hozir mana svetofor qizil yonsa boshlanadi mo'jiza. Boshlayotsangiz. Qancha qimmat mashina ko'rinsa, shuncha qiyshiq bo'lar ekan oyoq. Blogerning hazilomuz kinoyasi balki kimlargadir yoqmas, ammo ko'chalarda tilanchilik qilib yurgan aksar bolalar odamlardan yolg'on harakatlari bilan pul undirishga odatlanib qolishgan. Eng achinarlisi, bu bolalarning aksariyatining ota-onalari tirik bo'la turib, tilanchilikni o'zlariga kasb qilib olganlar va yanada achinarlisi, bu ishni qilishga aynan ularning ota-onalari majbur qilishadi. Ba'zi tilanchi bolalarning hatto ota-onalari belgilab qo'ygan kunlik planlari ham bor. Kunlik planni bajarib qo'y, keyin esa istaganingni qil deya o'z farzandlari hisobiga kun ko'rayotgan noinsoflar ham talaygina topiladi. Bolalar belgilangan kunlik rejani nima qilib bo'lsa-da bajarish uchun o'zlarini turli qo'yga solishadi. Birlarining oyog'i qiyshayib qoladi, ba'zilari birdan soqov bo'lib qoladi va hokazo. Tekshiruvlarga ko'ra, poytaxt ko'chalarida tilanchilik qiluvchi bolalar o'rtacha bir oyda $1200 ishlab topadilar. Aslida bu bolalar ko'chada tilanchilik qilish o'rniga bilim olib, kelajakda foydali kasb egasi bo'lishni o'ylaydigan yoshdalar.
Tilanchilikdan tushayotgan mo'may pullar esa bora-bora ularni dangasa, boqimanda birovning qo'liga qarab qoluvchi shaxs qilib tarbiyalaydi. Tanganing ikkinchi tomonini qaraydigan bo'lsak, ularning bu kabi boqimanda bo'lishlarida ularga pul berayotgan saxiy insonlarning ham hissasi katta. Bu kabi tilanchilarga pul berish orqali savob umidida bo'lganlar aslida jamiyat uchun befoyda, potensial darmayetlarni o'sib katta bo'lishlariga hissa qo'shayotganlarini o'ylab ham o'tirishmaydi. Saxovatpesha hamyurtlarimizga pullaringizni haqiqiy qiynalganlarga ehson qiling, yolg'onchi firibgar tilanchilikni kasb qilganlarga emas deya murojaat qilmoqchimiz. Bugungi kunda soxta tilanchilar soni ko'payib borar ekan, ichki ishlar tomonidan ularga qarshi kurash ham jiddiy tarzda olib borilmoqda. Kimdir tilanchilikni kasb qilib olganlar sonining ortishini mamlakatdagi kambag'allik darajasi ham ortib borishi bilan bog'lashi mumkin. Har holda jarimalar, kommunal to'lovlarning qimmatlashgan narxlari, ishga nisbatan kam to'lanadigan oylik maoshlar, korrupsiya va hokazolarni kuzatib, shunday xulosaga kelishi tabiiy holat. Lekin mutasaddilarimiz kambag'allikni qisqartirishga qarshi tunu kun javlon urib, jonkuyarlik bilan xizmat qilmoqdalar. Andijon viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'lim boshlig'i o'rinbosari viloyatda kambag'allar soni qisqarmayotganligi sababli siqilganidan osmonlarda uchishni lozim topibdi. Bechora rahbarlarga ham qiyin, ko'p ishlab siqilib qolishadi. Sizlar bo'lsa shoh deysizlar. Hammangiz ma'rifasi bilan shohlarga mazada o'ylaysiz. Bo'lmagan gap. G'iybatchilarning g'iybat bu. Barcha mehnatkashlar haftasiga 2 kun dam olishadi. Biz shohlar surinkasiga ishlaymiz. Ish kunimiz qat'iy belgilangan emas. Tamaddi qiling, Margarita Vasilina. Oling tortinmang. Puli to'langan. Shohlarning ishi zararli bo'lgani uchun ham bizga tekingiz turib turishlari kerak. Yoki andijonlik mutaxassislar chekib olsak, ko'zimizga kambag'allik ham ko'rinmay qoladi deb o'ylashdimikin? Ichki ishlar matbuot kotibi Shohrux G'iyosovning ma'lum qilishicha, o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri jarayonida andijonlik mutasaddidan jami 0,69 gram gashish giyohvand moddasi olingan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bunday xabarlardan keyin bosh ham og'rib qoldi. Shu yerda tugatmasak bo'lmaydi. Mayli birodarlar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Eng muhimi kambag'allikni qisqartirish uchun yuqoridagi uslubdan aslo foydalana ko'rmanglar. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.